Bundan tashqari mamam tilini ham sizga tavsiya qilaman. Sof tilla, 100% tilla. Bu brilliant oyijoningizni eng qimmatiga arziydi. Sal qimmatroq. Yo, pulning ahamiyati yo'q. Farqi yo'qmi? Yo, shunisini o'rab bera qoling unda. Aha. Razmerlari necha? 18. Mana bo'ldi. Eng zo'rini oldingiz. Marhamat, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Rahmat aytganingiz. Kumush. Nega hozirgi mijozni 100% tilla deb aldading? Yarimi metall. Bilib o'tiribdimi, nima farqi bor? Nima qildi metall bo'lsa? Sotorda bo'ldi. Muhimi bu yerda biznes o'rtajon. Bilib o'tiribdimi? Farqiga ham bormaydi. Nima? Men noganni ko'rolmayapsanmi yoki? Gap unda emas. Halol yashash kerak. Ey o'rtoq, qo'y aqlli qilmagin. O'zing ham shunaqa ishlaysan-ku. Men unaqa ishlamayman e'tibor uchun. Keling singlim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Mol go'shtimi, qo'y go'shtimi? Menga 3 kilo mol go'shtidan chiroyli joyda qilib bering. Ha, bugun mantimi deyman? Shunaqaro. Ha, yaxshi. Mana singlim 3 kilodan ozgina oshdi. Mayli, qolgan sizga bonus. Rahmat Kelib kattakon. turing singlim, hop. Oy, kunamiz ketdi. Keldingizmi opa? Assalomu alaykum. Kakras go'shti kelganingiz. Kechagi go'shtchi? Kechaga aynib qoladi. O'shanga tashlab yubormoqchi edim endi. Sen tushunmasan, nima deyapsan? Qiymaga qo'shib yuborsang bilinmay ketadi-ku. Tavba. Ha, muzlatgichga qo'yib qo'ygan. Menga nima? O'zing javob berasan-da. Allo. Assalomu alaykum Adajon, yaxshimisiz? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Voy, Adajon bugun savdo zo'r bo'ldi. Sizni ko'rgan bormoqchi edim. Shashlik? Xo'p bo'ladi Adajon, avvalaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 5 ta jaz, 5 ta qiyma. Xo'p bo'ladi. Mana opajon, kelib turing, osh bo'lsin. Rahmat. Shashliklar bor, shashliklar, kelinglar.